Assalomu alaykum. Men Anora Sulton, Newstar kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi yangiligimiz O'zbekiston qora bozoridagi dollar kursiga bag'ishlangan. 12-mart kuni Toshkent qora bozorida yangi rekord, ya'ni 1 AQSh dollari 7500 so'm bo'ldi. 2016-yilning so'nggi kunida 6800 so'mga sotilgan dollar real kursi 2017-yilning 2 oy ichida 350 so'mga oshgan. Keyingi 2 haftadagi qimmatlash esa 250 so'mga yetgan. Chet eldan mol keltirib savdo qiladigan va shu bois muntazam dollar kursidan xabardor bo'lib turgan va pullarini almashtirayotgan odamlar aytishicha, so'm qadrining pasayishiga odamlarning dollar qimmatlab ketarmish degan vahima ortidan ishlamayotgan so'mlarini almashtirishga shoshilishi, mavsumiy omillar, so'mning rasmiy kursi so'nggi 1 oy ichida haftasiga qariyb 50 so'mdan ko'tarilayotgani kabi bir qator faktorlar turtki bo'lmoqda. 10-mart kuni O'zbekiston Respublikasi Markaziy bank so'm liniyasidagi navbatdagi bosqich qiymatdagi banknota 10.000 so'mlikni muomalaga kiritdi. Eng katta pul rasmiy kurs bo'yicha 3, qora bozor kursi bo'yicha 1,5 dollar ekan. Toshkentlik Toshbekning aytishicha, 10.000 talik banknotani hali ko'pchilik ko'rgani yo'q va shuning uchun ham u hozircha ta'bir joiz bo'lsa raritetki, odamlar uchun suvenir sifatida sotib olishga qiziqish bildirmoqda. Men o'zim hali qo'limga ushlab ko'rganim yo'q, lekin tanish bilish, ijtimoiy tarmoqlarda ham endi shunaqa gap bo'lyaptiki, kimda 10.000 so'm bo'lsa, murojaat qilsa, biz 10.000 so'mni shu 15.000 yoki 20.000 so'mga xarid qilib olamiz degan gaplar yuribdi. 10.000 so'mni sotib olish uchun. Endi bizda shunaqa bir nima bor-da, o'zbeklarda. 5.000 so'mlik chiqqanda ham birinchi qo'yga ushlash niyat qilgan odamlar shu pullarni bir 10.000 so'mga, 15.000 so'mga xarid qilib olganini men eslayman. Xuddi shunaqa bir nima bo'lyapti. Endi ko'pchilik men bilgan tanishlarim bir gap bo'ldi, bir haftacha oldin yana ko'tarilar ekan. İşte o'shanda kimni biznesmenlarni bo'sh so'm bo'lsa, hammasi shu saroflarga yugurib borib yotadi. Bo'sh mablag'ni shu dollarga aylantirib qo'yish uchun. Shu maqsadda ham ozgina bir turtki bo'ldi deyishdi buni ko'tarilishiga. Boshqa yana bir nechta sabablarini keltirib o'tishdi. Shu уже mana hozir bahorgi mavsum, hamma shu tovar nima deydi, tamar, xomashyo olib keladigan mavsum, ko'pchilikka dollar kerak. Shuni hisobi bor deyishdi. Undan tashqari so'm ko'payadi deyishdi. 10.000 so'm ko'p chiqqani bilan. Undan tashqari o'sha nima deydi, rasmiy kurs ko'tarilganini sabab qilishdi. Shu bir necha nimalarni sabab qilishib, shu narsa bilan izohlashyapti ko'tarilishini. Rasmiy kursdagi qimmatlashning 3 baravarga oshish sababi nima deb so'ralganda, O'zbekistonlik iqtisodchilar baholashicha, qimmatlash hukumatning o'zbek so'mini devalvatsiya qilish, ya'ni so'mning xorij valyutalariga nisbatan kursini pasaytirishga urinish ekan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 7-fevral kuni imzolagan O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risidagi farmoniga binoan, xususan 119-moddada valyutani tartibga solishning ilg'or bozor mexanizmlarini bosqichma-bosqich joriy etish uchun 10 ta tashkilotga 3 oy vaqt berilgan. Ya'ni 2017-yilning 1-choragi ichida nimadir aniq qaror olinishi kerak. Toshkentdagi bank xodimlaridan biri aytishicha, hozir na Markaziy bank, na Moliya vazirligi va boshqa mas'ul tizimlar valyuta siyosatini liberallashtirish haqida berilgan topshiriqni qanday bajarayotgani haqida lom-mim demayapti. Lekin keyingi 3 haftada dollar rasmiy kursining 50 so'mdan osha boshlagani hukumat bosqichma-bosqich devalvatsiyaga qaror qilgani ifodasi bo'lishi mumkin, deydi. Do'stlar, siz bu haqda qanday fikrdasiz? Dollarning oshishi sizningcha qachongacha davom etadi va necha so'mgacha ko'tariladi? Fikrlaringizni kutib qolamiz. Kanalimizga obuna bo'ling va like qo'yishni unutmang. Yanagi videoroliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling.